Kurash. 7-o'rin. Bolani aktiv fiziologik harakatlantirishga, suyak-mushak tizimini faollashtirishga yordam beradi. Shaxmat. 10-o'rin. Bolani aqliy faoliyatini yanada takomillashtiradi. Raqs. 9-o'rin. Bolani osankalariga, ya'ni qaddi-qomatlariga, bundan tashqari suyak-mushak tizimiga yordam beradi. Basketbol. 4-o'rin. Bolani aktiv faoliyatini oshiradi, bundan tashqari mushak tizimini mustahkamlaydi. Tennis. 3-o'rin. Bolani aktiv harakatiga yordam beradi, bundan tashqari aqliy faoliyatini ham ishlatadi. Futbol. 5-o'rin. Chunki futbolda ko'pincha oyoq mushaklarini o'zi ko'proq harakatda bo'ladi. Boks. 6-o'rin. Chunki bolani kichik yoshida bunday sport bilan shug'ullanishi mumkin emas. Taekwondo. 8-o'rin. Mushak tizimini harakatlantiradi, lekin og'ir travmalarga olib kelishi mumkin. Gimnastika. 2-o'rin juda ham yaxshi sport hisoblanadi. Bolani ilk yoshlardan, ya'ni 2-3 yoshdan shug'ullantirsa bo'ladi. Suzish. 1-o'rin eng foydali sport turiga kiradi, chunki bunda suyak-mushak tizimidan tashqari bolada o'pka va ko'krak qafasi ham rivojlanadi va bolani ishtahasi juda ham yaxshi ochiladi. Bu sportni hamma bolajonlarga tavsiya etaman. Sizni farzandingiz qaysi sport turiga boradi? Izohlarda yozib qoldiring.